Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz uyimizga mehmonlar kelishadigan bo'ldi. O'zim azam yo'qligi uchun shoshilganimdan tezroq ulga kelgunlarigacha deb videoga olish esimdan chiqib ketibdi. Hech bo'lmasam oxirida bo'lsayam video olib qo'yay deb shu kelgan joyidan video olishni boshladim. Birinchi, ikkinchi qilgan ovqatlarim, salatlarimni alohida video qilib chiqaraman. Mana shunaqa qilib kolbasa sirlarni kesib chiqdim. Ilhom kelib ketib, shunaqa ukrasheniyalar ham qildim. Umrimda bunaqa ukrasheniya qilmaganman. Birinchi martasida bo'lsayam judayam chiroyli o'xshadi. Keyin fruktilarni ham shunchaki qo'yib qo'ymay deb ularni ham chiroyli qilib kesib chiqdim. Internetdan ko'rgan edim. Bir nimalarni yasashardi mevalardan. Mana bir harakat qilib ko'rayinchi, mehmonlarimiz ichida yosh bolalar ham bo'ladi deb ularga qiziqarli bo'lsin deb banandan shunaqa narsalar yasab tashladim. To'g'risi o'zim ham bilmayman. Nima bu, delfinmi bu? Xullas, nima bo'lsa ham juda ham chiroyli chiqdi. O'zimga ham yoqdi. Xullas, bugungi kunimdan juda ham ko'nglim to'ldi. Pishirgan narsalarim juda ham mazali bo'ldi. Hammaga yoqdi. Qanaqa qilib qildingiz, nima qo'shdingiz deb hech ham tinchlik berishmadi. Men bo'lsa aytmadim. $100 bersalaring sirini aytaman deb hazillashdim. Xullas, hazil bular hammasi. Shunaqa qilib chiroyli qilib bezatganimdan keyin dasturxonimni ham videoga oldim. Bu yerda hamma narsani hali qo'yganim yo'q. Issiq ovqatlarni mehmonlar kelishganda tortiq qilaman deb hali qo'yganim yo'q. Mehmonlarni oldida videoga olish noqulay deb kelishlaridan oldin videoga oldim. Baho beringlar, kim qanaqa qilib mehmon kutadi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xullas, mani dasturxonim bugun shunaqa bo'ldi. Hammaga xayrli kun.